Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar hamda obunachilar. Mana bugun biron qilgan ukamiz Andijonlik Chinoboddan, Chinobodlik ukamiz Xiko'l quyonimizdan biron qilgandi. Xudo xohlasa mana kuni keldi bugun, olib ketyapti. Xudo xohlasa quyonlarni tekshirib oldi ukamiz, yaxshi. Ko'rdi onalarini ham. Baraka toping uka, yaxshi kunlarga boqing. Xudo xohlasa quyonlarimiz boshqa qilib berdik. Bir para. Sifatlari juda a'lo. Taglari toza. Unlari ham oqmagan. O'zlari kelishdi, bir ko'rib ketamiz deb. Xudo xohlasa yaxshi. Bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Mana korobkalarni tayyorlab qo'ydik. Ukamiz o'rtoqlari bilan kelgan ekan, aylanib kelamiz deb. Bular ham xudo xohlasa qiziqishib olib, endi hozir xudo xohlasa bir ikkita olamiz deyapti, olib ketamiz deyapti. Bular ham qiziqishib olib, endi qafaslar yo'q ekan, to'g'ri, endi qafas yasab albatta olamiz endi deyapti. Uylarni bilib oldik deyapti. Xush kelibsizlar mehmonlar. Sog' bo'ling. Karlik barandanmi? Xudo xohlasa qilib beramiz. Bolalari ham chiqqan, bolalarni ham bir ko'rsatib o'taman. Bolalardan qilib beraman, xudo xohlasa. Ukaxon yaxshi kunlarga boqing, baraka toping ilohim. O'sha ko'rim. Gap ko'rimda. Ko'rimni sifatlisini beraverasiz. Sekin solib beraylik endi korobkaga. Chiroyli qilib. Bismillah. Barakasini bersin ilohim. O'zidan ko'paysin deydimi? Baraka topinglar, yaxshi kunlarga boqing. Sog' bo'linglar, yaxshi kunga boqinglar ilohim. Bo'ldi.